Bugun sizlar bilan yana men Bek. Aziz do'stlar, biz yana bitta challenge o'tkazamiz. Bu esa uzun va tuz challenge. Bu challenge yutqazgan odam esa mana shu challenge'larda 3-marta mag'lub bo'lgan inson mana shu tuzga qo'shib ikkinchi jazoga qo'shildi. Bu fofun chertish. Chertish deyotganimizda bu ochib turadigan dahshat chertish bo'ladi. Aziz do'stlar, hozir mening anoyim Sergim Bekni chaqiraman. Davay, ket, shohni chaqiraman. Davay, ketdik shoh. Agar shoh ketib qolgan bo'lsa, ana ana shohim keldi. Do'stlar, Voy, endi o'z videoni boshlaymiz. Qani sizlar 3 oydan beri video kutayotganlar, mana video chiqardik, ha, bolalar. Chiqarganimiz uchun sizlar, iltimos sizlardan bitta podpiska va like tugmasini shuni bosib qo'ying. Va biz mana shu oygacha iltimos 100 ta bo'lmoqchimiz. Iltimos 8 ta bo'lishi kerak. Iltimos mana shuna 8 ta bilan tegib bering, iltimos. Sizlardan iltimos 8 ta bo'lishi va biz 100 taga yetamiz. Va biz yanada qiyinroq 100 tani 100 ta bilan yetganimiz uchun biz 10,000 so'mdan challenge o'tkazamiz. Va aziz do'stlar, agar o'sha yutgan pul, agar o'sha pulni sizlar yutib olmoqchi bo'lsangiz, biz o'shani o'tkazamiz 100,000 dan. Kanalimizda konkurs o'tkazamiz. Konkursda g'alaba qozonishni istasangiz, birinchi obuna bo'ling, like bosing va videolarimizga like uzating. Aziz do'stlar, sizlarga bitta yaxshi xabar. Agar ko'proq video chiqarishimizni istasangiz, 1 millionta like yig'ib beringlar. Va like va biz 5 ta, 6 ta har xil videolar va biz uni ana shu qalampir challenge-ni yana o'tkazamiz. Meni birinchi videoni ko'rgansiz. O'zing yonib ketib. To'xtab. Birinchi qalampir videosida bu birinchi qism edi. Hozir esa endi ikkinchi qism. Endi bu shu 1 million bo'lsa, yo, mayli. 100 ta obunachi yetsak, mana shu videoni ikkinchi qismini chiqaramiz. Sizlar esa va sizlar 100 ta like. 100 ta demaymiz, endi 1000 ta hisob. Biz videoni boshlab ketdik. Biz so'z bilan boshlaymiz. Solifa. Va aziz do'stlar, men yutdim birinchisida. Ketdi bo'lmasam, men ko'zimni yumib turaman. Ketdik. Davay. Qarang endi, go. Yaxshi. Qaysi anaga bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin bo'lsa kerak. To'g'ri, birinchi raundda g'alaba qozondi. To'g'ri. Va endi biz ikkinchi raundga o'tamiz. Ayt bosinglar. So'ng ketdik. Ikkinchi marta. Bosam ketdi, ko'zni yumib. Bo'ldi. Sekin ko'zni yumib qarang. Buncha bu uzun simon tuz, uzun qo'shilgan tuz. Naqami? Tuzlar. Aziz do'stlar, kommentariyada men nima qilganimni yozib qoldiringlar. Bilsam, Bek ham. Xo'pmi? Bitta pufon. Bo'lmasam ketdik. Tekbir qoldi. Aziz do'stlar, Ketdik. Solifa. Chiqardilar. Davay, ketdik deydi. Xo'sh, mana. Ketdik, qarang. Menimcha bu nima bo'lishi kerak? Mayda uzun qo'shilgan tuz bo'lsa kerak. Yutqazdi. Va do'stlar, bu esa oddiy tuz edi. Uzun emas. Endi esa 4-raundga o'tamiz. Yutqazgan inson o'sha men aytgan narsa qattiq fofuni yeydi. Aziz do'stlar, agar bu shakarda bo'layotgan bo'lsangiz, mana ishonmasang, tuz Ana ko'raydan olsangiz mana qo'shilgan. Bo'lsam ketdi. 4-raund. Birinchi o'ramiz. Ana.
round. Bo'lmasam biz Finalni raundga o'tamiz. Jaket. Ketdik. Kolifa. Oy oy oy. Azizlar, ketdik. Ko'zimiz yumamiz. Bo'pti, men qilaman. Mayli, Parishga. Bo'ldi. Paytmi? Bu nima bo'lishi mumkin? Azizlar. O'zlar yonyapti. Tuz yeb qo'ydi bu oldin uyatda qaytib kelarga. Qaytib keladi azizlar bu aytib o'taman. Maktab boshlandi. Mana o'qishni tugatlar birinchi o'qishni ana yaxshi tugatgan bo'lsa rahmat tilaymiz keyinlarda va sizga omad tilab qo'ying. Azizlar, bilasizlar, hozir Big Viners Gold Show'ni tugatdi oxiri. Sizlar ham 12 ta viloyatga aylanib kelgan edi. Biz ham mana yangiliklar berib o'tamiz. Keyin bir Rustam Bosim degan maktab bor. O'sha yerda agar o'qishga topshiraman desalaring, yaxshi maktab, men o'qiyman o'sha maktabda. Agar topshirsalaring, sizlar 100 dan 100 bemalol xohlagan o'qishlaringga grantga kirib ketasizlar. Albatta. Azizlar, bo'lmasam videoni tugatamiz. Hozir men ozmuncha aytib kelay. Kim mag'lub bo'lyapti bu challengeda va bu videomizni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Ko'rganlar uchun omad.